Sovdani qatdimi bo'ldi, lekin akam bilan 40 minut talashdik. 6-7 sotixga qurilgan Tarsovoy o'zimga rosa yoqadi. Endi bitta menga emas, quruvchi akalarga bu yoqadi. Zor tarafi Uglovoy Tarsovoy, oldi fasad kengligi 2580, salkam 26 metr. Ichida 8 ta xonasi ham bor. Ko'ryapsizmi? Bu yoq taraf ko'cha, bu yoq tarafi ham ko'cha. Oldi taraf огородlari bor. Har xil mevali daraxtlar ekib qo'yishgan. 8 ta xona, 3 ta sanuzel, bitta oshxona, 4 ta podval qilingan. Agar oilada 3 ta 4 ta o'g'illar, ko'pchilikli bo'ladigan bo'lsa ham, kelib bemalol yashasangiz ham bo'ladi. Faqat bitta ikkita xonalarni aboyi qilinmagan ekan. Xonadonni tagiga bitta mashina bemalol sig'adi. Zo'r tarafi 100 metr o'zini TP'si bor. Alohida TP qo'yilgan, havosiga alohida bir 5 plusi bilan. Chunki havosi shunaqangi zo'r, lokatsiyasi ham unaqa uzoq emas. Narxini cho'zib o'tirmayman. 141.500 dollar so'rashyapti. Pashti 7 sotuvga zo'r, chunki imoratlari bor. Mana buni ko'ryapsizmi? Ochiq ayvon. Buni ko'pchilik juda yaxshi biladi. Yozda ertaga mazza qilib o'tirib, mehmonlar kelganda ham ochiq ayvonda o'tirsangiz bo'ladi. Uyimizda G obrazga tushgan. Ular 8 ta xona, bitta oshxonasi, etagida ham xona bor. Aytganimda, agar 2-3 ta farzand bo'lsa, kelib bemalol foydalansangiz ham bo'ladi. 141.500 dollar. Lokatsiyasi Toshkent tumani, Keles, birinchi ko'prik bo'ladi. Bozorchadan o'tganingizdan keyin birinchi ko'prik keladi. Telegram kanaliga o'tib oling. O'sha yerga tashab qo'yamiz. Sputnikdan ham shundoq ko'rib tekshirib olsangiz bo'ladi. Egalar nomerini video opisaniyada bo'lamiz. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib ketinglar.